Voy to'xting, o'zim sipiraman. Hech nima qilmaydi. Obke. Qanjon bilib qolsalar o'xshadimi? Tez sipirib uyga kirib ketaman. Bor uyga kir. Yangi kuyov bolani ahvolini qaralaring-ku. Ko'cha sipirib yuribdi. Bolalar, qaralaring, lozim ishdan chiqyapti-da. Bunga temani zo'ri topilibdi-yu. Mahrga povotini ham beryapti, bola paqa. O'zi qani, unaqa ustidan kulmalaring. Men sun'iy intellekt deb o'yladim. Ya yo'q, o'zim oldim. Bitta ko'yni yetishmayapti-da. Ana, o'zi keldi. Shu qilgan ishingdan xursandmisan endi? Lozim ishtoningizga yechib kelibsiz-da, kelin boshcha. Lekin erkakning ishini qilmading. Bitta gap aytaymi? Ertalab sen ham erkak ishini qilmayapti-ding. Qizali. Uyim oldida zavod bor. Ertalab tong saharda juda ko'p erkak kishilar o'tadi. Nima har bittasiga xotin oldim deb reklama qilib olib chiqib ko'rsatishim kerakmidi? Menga qara. Bu narsani tushunish uchun unaqa katta fahm farosat bo'lish shart emas. Agar seni nazlingda xotinini himoya qilish Hezelning ishi hisoblansa, men o'sha Hezelayman. Lekin senga o'xshab xotinchalik qilib, orqadan gap chaynab, krisaga o'xshab videoga olib gruppalarga tashlab yuborish erkakning ishi bo'ladigan bo'lsa, unda sen o'zi erkak bo'lib qo'yaveraqa. Tak что, yaxshi o'tiringlar. Erkaklar.